Men hech qachon o'zimni bunday vaziyatda ko'raman deb o'ylamagandim. Ko'zlarimni yumdim. Tanamdagi titroqni bosishga urindim. Qarshimda yigitimning eng yaqin do'sti turardi. Uning nigohlari meni yeb qo'ygudek edi. Bu shunchaki xiyonat emas, bu mening o'z xohishim bilan tubsizlikka, olovli ehtiros qa'riga qulashim edi. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Bu hikoya haqiqiy voqealarga asoslangan. Agar siz ham hayotning kutilmagan burilishlari va yashirin sirlariga qiziqsangiz, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Meni ismim Nozima. Hali 20 yoshdaman. Bank kollejining eng ko'zga ko'ringan, a'lochi talabalaridan biriman. Tashqaridan qaraganda hayotim bir tekis, oddiydek ko'rinadi. Lekin har bir chiroyli pardaning ortida qorong'u haqiqat yashiringan bo'ladi. Mening zaif tomonim bu pul va sevgi edi. Doniyor. U mening hayotimning mazmuni edi. Yoki men shunday deb o'ylardim. U kelishgan, o'ziga ishongan, har qanday qizning orzusidagi yigit. Bizning munosabatlarimiz ehtirosli edi, lekin bu ehtirosning narxi borligini men kech tushundim. Bizning uchrashuvlarimiz oddiy emasdi. U menga yordam berardi, moddiy tomondan qo'llardi. Har safar uning quchog'ida bo'lganimda, o'zimni dunyodagi eng baxtli qizdek his qilardim. Men unga ishonardim. U mening birinchi erkagim, mening himoyachim edi. Men bokira edim. Ha, g'alati eshitilar, lekin Doniyor meni avaylardi yoki shunday ko'rsatardi. Bizning yaqinligimiz boshqacha usulda bo'lardi. Bu mening kichik sirim edi. Kunlarning birida sessiya vaqti keldi. Muammolarim yig'ilib qolgan, pul juda zarur edi. Doniyordan yordam so'radim. Uning ko'zlarida g'alati bir uchqun yondi. Jonim, menda hozir yo'q, lekin bitta yo'li bor, dedi u sekin, yuzimni silab. Uning taklifi meni shok holatiga tushirdi. Uning do'sti. Jasur. Faqat bir marta, dedi Doniyor yalinib. Bu uning orzusi. U seni anchadan beri kuzatadi. Agar rozi bo'lsang, barcha muammolaring hal bo'ladi. Rad etishim kerak edi. Baqirib ketib qolishim kerak edi. Lekin ichimdagi qandaydir bir kuch, balki ehtirosga bo'lgan yashirin chanqoqlikmi meni to'xtatib qoldi. Va men rozi bo'ldim. Kech tushdi. Ular kelishdi. Doniyor va Jasur. Jasurni ko'rib yuragim to'xtab qolayozdi. U Doniyordan butunlay boshqacha edi. Baland bo'yli, yelkalari keng, haqiqiy erkak kuchi ufurib turgan barzangi yigit. Uning nigohi yirtqichnikidek o'tkir edi. U menga qaraganda kiyimlarim yo'qdek his qildim. Stol tuzaldi. Ichimliklar, yengil gazaklar. Men ichishni xohlamasdim, lekin Jasurning o'tkir atiri va xonadagi taranglik meni mast qila boshlagandi. Uning harakatlarida qo'pollik aralash bir joziba bor edi. Biroz o'tib men Doniyorga qaradim. Ko'zlarim bilan yordam ber demadim, aksincha boshlaylik degandek ishora qildim. Men xonada bo'laman, dedim pichirlab. Yotoqxonaga kirdim. Tungi chiroqning xira yorug'ida o'zimga qaradim. Ipak tungi ko'ylagim tanamga yopishib turardi. O'zimni juda chiroyli, orzudagi ayoldek his qildim. Men nafaqat pul uchun, balki shu yirtqich erkakning e'tiborini his qilish uchun ham buni xohlayotgandim. Eshik ochildi. Doniyor kirdi. Doniyor aka, men uyalyapman, chiroqni o'chiring, dedim nozlanib. Aslida bu uyat emas, o'yin edi. U rozi bo'lib chiqib ketdi. Zulmat cho'kdi. Va birozdan so'ng og'ir qadam tovushlari eshitildi. Bu Jasur edi. U kirishi bilan xonadagi havo o'zgardi. Uning nafasi, uning harorati meni qamrab oldi. Men devorga suyanib turardim. U ortimdan keldi. Hech qanday so'zsiz, uning katta, kuchli qo'llari mening nozik belimga, keyin esa dumbalarimga tegdi. Oh, bu qo'llar.
U shunchaki ushlamasdi, u egalik qilardi. Uning massaji og'riqli, ammo shunchalar yoqimli ediki, men ixtiyorsiz ingrab yubordim. Jonim, seni qanchalar orzu qilganimni bilasanmi, deb shivirladi u qulog'imga. Ovozi xirillagan, ehtirosdan bo'g'iq edi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Xohlaganingizni qiling, dedim. Bu so'zlar mening lablarimdan emas, balki vujudimning eng chuqur istaklaridan chiqdi. O'sha tun men uchun kashfiyot bo'ldi. Jasur shoshmasdi. U tajribali edi. Uning har bir harakati meni telba qilardi. Uning asbobi tasvirlashga til ojiz. Men avvaliga qo'rqdim, lekin tanam allaqachon unga taslim bo'lgandi. Og'riq va huzur bir vaqtning o'zida keldi. U meni devorga tirab, o'z quchog'iga olganda, men dunyodagi hamma narsani unutdim. Bankdagi o'qishim, qarzlarim, Doniyor hammasi yo'qoldi. Faqat men va Jasur bor edik. Xonani bizning nafas olishimiz va ehtirosli tovushlarimiz to'ldirdi. Har safar u harakatlanganda men yanada balandroq nola qilardim. Bu majburiyat emasdi, bu ikki tananing bir-biriga bo'lgan chanqog'i edi. U meni maqtardi. San'at asarisan, derdi. Bu so'zlar menga kuch berardi. Men unga moslashishga, unga yanada ko'proq zavq berishga urindim. Biz vaqtni unutdik. Terga botgan tanalarimiz bir-biridan ajralgisi kelmasdi. Eng qizig'i, barchasi tugagandan so'ng ham u mendan to'ymadi. Biz yotoqda holsiz yotganimizda u yana erkalay boshladi. Doniyor bilmasin, dedi u sirli jilmayib. Men ham o'yiga qo'shildim. Pul unutilgandi, endi faqat istak bor edi. Uning menga qilgan muomalasi, o'sha qo'pol, ammo mehribon harakatlari meni butunlay o'zgartirib yubordi. Tongga yaqin uyga qaytdim. Cho'ntagimda pul bor edi, lekin yuragimda g'alati bir bo'shliq va shu bilan birga to'liqlik hissi bor edi. Men o'zgargandim. Men endi oldingi sodda Nozima emasdim. Vaqt eng yaxshi davo deyishadi. Lekin u ham ba'zan eski yaralarni yangilaydi. Yana pul kerak bo'ldi. Bu safar Doniyor yo'q edi. Dugonamga murojaat qildim. Uning hayoti menga sirli va xavfli tuyulardi, lekin boshqa choram qolmagandi. Faqat bitta klient, dedi u boy, saxiy. Manzilga bordim. Hashamatli uy. Eshikni yoshi katta, qorni katta bir kishi ochdi. Avvaliga ichimda jirkanish uyg'ondi. Men yosh, chiroyli Jasurni esladim. Bu odam esa. Lekin u puldor edi. Va u nima xohlashini bilardi. Uning ko'zlarida shahvat bor edi. Zo'r narsa ekansan, dedi u meni ko'zdan kechirib. Bu safar o'yin boshqacha edi. Bu odamda tajriba bor edi, lekin yoshlik yo'q edi. Men o'zimni qo'g'irchoqdek his qildim. U meni boshqarardi. Men chidadim. Ko'zlarimni yumib buni Jasur deb tasavvur qilishga urindim. Lekin eng kutilmagan voqea oldinda edi. Eshik ochildi. Va xonaga Ravshan kirdi. Jasurning do'sti, yana bir kelishgan devdek yigit. Men shokda edim. Bu yerda nima qilyapsiz, degandek qaradim. Ravshan kulib qo'ydi. Kechaga ozgina olov qo'shamiz, dedi. Ravshanning kelishi vaziyatni butunlay o'zgartirdi. U meni dushga olib kirdi. Issiq suv, bug' va uning sovuq qo'llari. Vannadagi suv to'la edi. U meni o'z quchog'iga oldi. Suv ostida bo'lgan harakatlar, suvning chayqalishi va bizning og'ir nafaslarimiz. Bu kino sahnalariga o'xshardi. Ravshan mendan ko'ra kuchliroq edi. U bilan bo'lgan yaqinlik bir vaqtning o'zida ham qo'rqinchli, ham aql bovar qilmaydigan darajada ehtirosli edi. Men charchagandim, lekin to'xtashni xohlamasdim. Keyin o'sha boy kishi ham qo'shildi. Men ikki olov orasida qoldim. Bir tomonda tajriba va hokimiyat, ikkinchi tomonda yoshlik va kuch.
Bu tunda men o'zimning barcha chegaralarimni buzdim. Uyatchanlik, qo'rquv hammasi tashqarida qoldi. Faqat instinktlar va lazzat qoldi. Ular meni malikadek emas, balki o'z xohishlarining markazi deb bilishdi. Og'riq lazzatga, charchoq esa ekstazga aylandi. Tong otganda ular menga katta miqdorda pul berishdi. Lekin men pulga qaraganim yo'q. Men oynadagi o'z aksimga qaradim. Sochlarim to'zg'igan, lablarim shishgan, ko'zlarimda esa yovvoyi bir nur bor edi. Men uyga qaytdim. Jismonan ezilgan, ammo ruhan g'alati bir qoniqish bilan. Hozir o'ylayman. Bu shunchaki pul uchun qilingan ishmidi? Yoki men o'z ichimdagi yashirin menni kashf qildimmi? Doniyor, Jasur, Ravshan ular mening hayotimda shunchaki o'tkinchi yo'lovchilarmi yoki taqdirimni o'zgartirgan insonlarmi? Bilasizmi, hayot biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq. Ba'zan biz yomon deb bilgan narsalar bizga haqiqiy kimligimizni ko'rsatib beradi. Men qilgan ishlarimdan afsuslanmayman, chunki bu mening hayot maktabim edi. Lekin sizlarga maslahatim: ehtiros oloviga sho'ng'ishdan oldin unda kuyib ketmasligingizga ishonch hosil qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizni befarq qoldirmagan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada kuting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.